sifat darajasida onlayn bilan offlayn o'qishni hech qanday sifati farqi yo'q. Assalomu alaykum, Fayzolla Xushta Fatahovna. Ustozman o'zim, shuning uchun ham bilaman, ustozlik oson emas. Ayniqsa onlaynda. Biz Zinnur akademiyasida onlayn guruhda o'qiymiz, lekin tanlovimdan adashmaganligim aynan sifat darajasida onlayn bilan offlayn o'qishni hech qanday sifati farqi yo'q. Ustozlar bir xil sinchkovlikda, bir xil talabda, bir xil oliy darajada o'tishadi. Har bitta o'quvchi bilan individual shug'ullaniladi va har bitta o'tilayotgan dars qayta har kuni ustozlar tomonidan, Zinnur akademiyasi ustozlari tomonidan qaytariladi va mustahkamlanib boriladi. Bu darajasidan Zinnur akademiyasini tanlaganimdan juda ham xursandman. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Arab tili o'rganmoqchisiz, lekin vaqt topa olmayotgan bo'lsangiz, Zinnur akademiyasini onlayn o'qishini sizga tavsiya qilib qolaman.